Aytavering. Karta raqamlarimizni qo'ydik, telefonlarimizni qo'ydik. Xohlasangizlar kelib ko'rib, yashashlarimizni kelib ko'rishlaringiz mumkin. Yordamlaringizni kutib qolamiz. Rahmat. Shavkat aka gapiring. Endi nima deyman, aytib bo'ldim. Endi shu operatsiyaga imkoniyat bo'lmasa o'rtada. Mana Shavkat akami qiynalib ketdi. ahvoli mana yotishi. Yurolmaydi, chiqolmaydi, ko'zi ko'rmaydi. Ko'zga ham ta'sir qildida. Ozgina yordamlaringizni kutib qolamiz. Mana 4 ta, 2 ta qizi, kelinayim, Shavkat akamning o'z uyi. Mana shu bitta xonada. Mana shu yerdan qimirlamaydi. Qimirlamasa shu yerda yotadi. Hamma narsa oldida. Ko'zlari ham ko'rmaydi. Hammadan yordam kutib qolamiz. Xudo xolasa shu insonni oyoqqa turib ketishimizga hammamizni qo'limizni kelganicha, hissamiz yetganicha yordam qilsak